Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'loq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stockholmda yashayman. Men opam dadam uchun Shvetsiyaning poytaxti Shvetsiyada yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Parlamentning oldida. Bugun Teslaga 2021-yili 8-oyning 14-kuni, ya'ni shanba. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kuni tug'ilgan. İli Oblastda Telegraf idorasidan dam ilishga chiqqan. Opam Sadat Povdon bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Burunqi kona ili mehmonxonasi, ya'ni ili mehmonxonasiniki shu qatnashnikidan pensiyaga chiqqan. Opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni tutib ketilib, 27-kuni İli Oblastda bexatarlik saqlash tarafidan tutib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirilgan. Undan keyin yipiq holatda sud ichib, opam dadamni 18 yil kesayotgan. Birinchi qitimda kesgan chaqda 5 yil kesgan. Undan keyin azob qolgan deb yana ustiga 13 yilni qetib, shundan bilan shu 18 yil kesgan. Sudniki garchi yupan, ya'ni og'zaki kesim, mo'lchar kesim bo'lsa, sud hozirgacha Xitoy xalqininki qonuniy kuchiga ega bo'lib, opam dadam turmada Kunasdagi turmada jazo muddatini o'tayotdi. Opam Bayondaydagi diviziyadagi turmasida jazo muddatini o'tayotdi. Opamniki hozirgi turmadagi opam dadamniki ahvoli unchalik yaxshi emas deb o'ylayman. Opam bo'pmi hozir shu kasalchan holatda. Bularninki kesilib ketishdinki sababi ikki turli bo'lib, birinchisi meningki Shvetsiyaga o'qishga chiqib, undan keyin Xitoy pasportini yetib etib, panohlik tilagan, bir qitimmi chet elga chiqib ketib, bir qitimmi shu vatanga kelib boqmagan, anadagi siyosiy faoliyatlarni qilgan degan narsalar. Ikkinchisi bo'lsa, opam dadamniki 2014-yili 4-oyda, ya'ni aprelda 2 haftalik Turkiya Cumhuriyetininki sayohat vizasini ilib, men bilan ko'rishganligi. Mening opam dadam Xitoy hukumati o'zi taqatgan qonunli Xitoy pasportiga Turkiya Cumhuriyetininki 2 haftalik sayohat vizasini urg'izib, undan keyin vaqt to'shdan vizaninki vaqt to'shdan burun qaytib ketgan. Undan keyin opam dadamninki yashash tarixida hech qanday jinoyat yo'q. Chunki opam dadam men 2009-yilda Shvetsiyaga o'qishga chiqqan chaqda opam dadamninki butun tarixiy materiallarni Beijingdagi Shvets konsuliga topshirgan. Shuningga har shu hukumat tarafdan ham, Shvets konsul tarafdan ham shu nimaga hech qanday mas'ul yo'q deb o'quvchilik 1 yillik o'quvchi vizasi qo'yib berilib Shvetsiyaga kelgan. Undan keyin bo'lsa qarindoshlar, hozir ota-onamizniki izlirigini qilish, ota-onamizga ega chiqish, do'lqinni sal ko'tarmasak bo'lmaydi. Vatanning ichida yana vaziyat og'irlab ketdi qarindoshlar. Yana tutishga boshladi. Kamplar yana quryotdi. Shuningga bular Xitoy tajovuzchilarininki irqiy qirg'inchilikniki oldini ololmasakmi, xalq harakati yana bir qitim ota-onam nada degan shuarni ko'tarib chiqib, butun o'sha g'arb ellaridagi parlament binosidagi oldidagi bo'shliqni to'ldirib, mushularga bir ega chiqish orqali qisaqmi qolgan Solih Xudoyordek, Dilyar Musaboyevdek yaxshi yosh ladar bolalarga o'zininki qilayotgan cho'ng ishlari bor. Biz mushularga bir yaxshi bir nima qilish uchunga, shundaqla ota-onamizni qutqizish uchunga biz cho'qim hamma dunyoning har qaysi yerdagi qarindoshlar cho'qim o'sha parlamentning oldini egallab, cho'qim kuniga bir yarim soat naq maydon qilib, mushu bir ishni qilsak bo'ladi. Chunki qarindoshlar ota-onamizniki yoki aka-adillarimizniki nafsan holati Xitoy turmalarida o'tib ketdi. Shuningga qarindoshlarniki ota-onasiga ega chiqishini, guvohlikni yana bilan to'xtatmay berishini qilamiz. Chunki har bir qarindoshimizga chiqqanimiz vatandagi qarindoshlarimizga ega chiqqanimiz. Qarindoshlar unda qilmayli. Ammo ba'zan bir tashkilotlarniki ajoyib to'q-to'qillikqa qaraq bilan shunchalik qerishib ketdi. Bularninki nima o'chi va xalqda bilgan olmaydi. Ajoyib qerishib
bütün şu xalqninki ahu zarni tüzük bir iş qilmayotidi qarindoshlar. Shuningga mushu bir ota-onamizni izlab bo'lsa bir qilsak, undan keyin mana xalqarалық jinoiy ishlar sotiga topshirsanglarmi bo'ladi. Ochiq oshkora holatda topshirsangizmi bo'ladi. Undan keyin qarindoshlar meningki opam dadamninki kesilib ketishningki asosiy sababi bo'lsa, o'shadan ketgan bir bo'ljidoq munofiqninki, jasusninki sababidan bo'lgan. Bu narsani so'zlab kelyapman. Bugun bu to'g'risida bak undajik to'xtalg'im yo'q. Ikkinchisi, Dunyo Uyg'ur qurultayida ishlaydigan bir akamizniki shundaq hissiyotimdan foydalanib, meni shundaq guvohlik yo'llaridan to'sib kelgan, shundaqni hal qilib berma deb moddiy buyum, narsa keraklarni talab qilib, shundaq ishlarimni kayniga kechiktirib o'tgan, psixikamni buzib o'tgan, undan keyin eng oxir chog'da meni o'zininki shaykisiga aylantirib, men necha kunni yoq davatman, bundaq temalarda bek uzun ko'p to'xtalg'im yo'q. Shu shunda qarindoshlar, ota-onalar ega chiqinglar. Unda bo'lsa qarindoshlar cho'qim mushu ota-onamizga ega chiqib, aka-singillarimizga, adlarimizga ega chiqib, mana g'arb ellarininki ikkinchi qatamliq virus ko'tarilayotgan paytda Xitoyga bo'lgan nihoyat bir o'shmanligidan foydalanib, biz hissiyotini qo'zg'ab bularninki yana bir qatam maishni ko'tarilib chiqaylik qarindoshlar. Hozir ilaqa 5da kirib ketgan chaqda aktivizmdan yaxshi chiqqan. O chaqda men chiqolmagandim. Endi bo'lsa-mu yana bir chiqib, yana bir to'lqinni ko'taraylik. Unda bo'lsa qarindoshlarga rahmat. Allohga omonat. Chiqirib tushiraverib bo'shab